Tezroq bitkazsa, haqimni olib, uyimda tomni yopmoqchiman. Yopib boshlansa, bola-chaqa qiynalmasin deyman-da. Tashvish qilmang usta. Biror kun do'stlarimni yig'ib, tashqari ishlamiz. Rahmat uka. Gapingni eshitib ko'nglim ancha yorishdi. Yaxshi yo'ldosh bo'lsa, ishingda rivoj bo'ladi deganlar-da, shu-da. Rahmat uka. Bu naqshlar bobolarimizdan qolgan bular har bir aylanasida sanab yotadi. Ha, ko'zi yo'q ekan. Mana biroz sinchibdi. Endi yaxshiroqmi? Yaxshi. Chiroyli tushdi. Yo'ldoshda gap ko'p deganlaridek, sendek o'tkir nigohli yigit bilan ishlash odamga foyda keltiradi. Biz ustalar ham yaratgan bandasimiz. Beayb parvardigor. Usta, buni sal boshqacha ko'rasiz. Tinchlikmi? Uka, nimasini aytasan, ko'z yaqinlashib qoldi. Bu imoratni tezroq bitkazsam, haqimni olib, uyimda tomni yopmoqchiman. Yopib boshlansa, bola-chaqa